Assalomu alaykum hammaga. Bugun уже ikkinchi kun bizada. Biz hozir opalarini maktabga tashlab, endi xudo xolisa Sephoraga boramiz. Ozgina o'qitlarim bor edi, oladigan tugab qoldi. Hozir o'shani olamiz. Sofiya, qayerga boramiz? Magazinga boramiz. Ketdik. Hozir Sephoraga boramiz. O'sha yerda xudo xolisa sizlarga bu narsalarni ko'rsataman. Agar qiziq bo'lsa magazindagi narsalar, o'zimga qanaqa o'qitni olaman, yuzimga o'qitni qilaman, o'shalarni ko'rsataman. Birga boramiz. Hop, qizlar hozir Sephoraga kirib oldim. Bu yerda manba firmani rosa maqtashuvdi, tanali ton beradi, SPF bor deb, yumshoyadi deb to'rs qo'limga surdim, lekin hech narsa sezganim yo'q. Biroz menga uncha yoqmadi. Men o'ylamanki, shunaqa tanali ton berib, yaltiratib qo'yadi bo'ldim, lekin uncha yoqmadi. Endi hozir nariyoga boramiz. Bu yerda mana beauty narsalari. Mana hidini ko'rdim. Buni hidi uncha emas ekan, menga yoqmadi. Mana buni hidi yaxshiroq. Chunki qanaqadir shoftoli, lekin juda ham shirin ekan. Hop, buni narsalarni o'zi ishlatib ko'rganman. Menga yoqqan narsalar to'g'risi juda ham yaxshi ko'raman. Endi hozir o'zimga yoqqan tomonga boraman. Bu yerda mana Glow Recipe narsalari to'g'risi oldin ishlatganman. Mana kichkinasidan ishlatganman. Mana o'zimga rosa ham yoqqan, haqiqatda zo'r produkt. Endi mana kattasini olmoqchiman, keldim. Mana buni olmoqchiman, tonikdan. Mana bu seriyumi bor. Mana shu ikkalasidan xudo xolasa olamiz. Mana shularni ishlatib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Orqasidagi уже sotib olsanglar bo'ladi. Mana shu produktni lekin juda ham yaxshi ko'raman. Hozir shuni olmoqchiman. Bu kunduzgi o'qitga, endi kechqurungi o'qitga ham boshqa narsa olaman. Hozir uni ham ko'rsataman sizga. Endi ajinga nimadir olishim kerak. Kechqurungi o'qitga mana bu firmani ham rosa maqtashadi, lekin hozir bu yerdagilarni o'zi bilan maslahatlashib ko'rmoqchiman. Nima tavsiya qiladi meni yuzimga? Mana shu firma ham rosa populyarni bo'lib ketdi. Shu firmani sochga spreyni ishlatib ko'rmoqchiman. Shunaqa atri bor ekan, sochdan shirin hid kelib turadigan. Buni bilasizlar, shunaqa asalli hidi keladigan, gullar bilan uyg'unlashgan shunaqa hidlari bor. Mana shunaqa nimalarni ham qo'yib qo'ygan, gul, asal. Hozir hidlab ko'rmoqchiman, qanaqa ekan hidi buni. Hop, hozir mana shu uchala hidini hidlab ko'rdim. Men bu umuman yoqmadi, juda ham to'q ekan. O'tkir ekan hidi. Zo'r qizim, zo'r. Mana bu asalligi populyarni. Bu ham uncha yoqmadi, lekin men buni rosa nejniy ekan. Mana shu piyon hidi keladigan, gul hidi keladigan. Menga shu ko'proq yoqdi. Masalan, anaqa nejniyroq ekanda. Shuni hidi rosa menga yoqdi. Mana bu pomadalarini ishlatib ko'rdim. Hozir manba rangi bilan, mana manba rangini surib ko'rdim. Mana qo'limda. Mana bu oqi, mana bunaqasi. Bu normalniy, ozgina shunaqa blesk berib turar ekan labinglarga. Hop, mana bu yerda hozir o'zimga kerakli bo'lgan, tugagan narsalarimni oldim. Mana boya ko'rsatdim-ku, mana men bu pomadasidan oldim. Любой pomadani ustidan ham sursanglar, shunaqa blesk berib turadi, o'zini rangida qoladi. Keyin mana Gisuni mana shu anaqa kichkina nimasidan oldim, spreydan oldim, sochga sepishga 2 xilini. O'zimga sal yoqqanlarini oldim. Ikkiga mana men bu seriyumdan, boya ko'rsatgan seriyumdan kunduzgiga oldim. Kechqurunga mana bundan rosa ham maqtashdi. Mana shuni tavsiya qilishdi. Ajinlarga rosa ham zo'r deb shu seriyumni. Buni ketidan обязательно увлажняющий qanaqadir o'zingizlarda krem bo'lsa, shuni surib olsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar buni firmasini o'zini anaqa namlantiradigan kremini olsanglar ham bo'ladi, lekin menda bor, shuncha olmadim. Hop, keyin yana bu yerda mana Gisuni yana shunaqa boyiga asalli nimasidan oldim. Kichkinasidan buni ham. Agar yoqsa, keyin qaysi birida kattasidan olaman. Lekin konsertlarim tugagandi. Xudadan shunaqa oldim. Xudanikini rosa qachondan beri oyim kelyapti. Xuda beautynikini oldim. Keyin bu yerda mana Glow'dan shunaqa tonikini oldim. Bo'ldi. Mana shu kelasi kunduzgi o'qit bo'ladi. Kunduzgi kechqurungi o'qitlarimni oldim. Shu narsalarim tugagan edi. Endi xudo xolasa hozir uyga ketamiz. Biz har doimgidek Mogochidan o'tib keta olmadik.
hozir masjidga kirib, endi papuksi olamiz. Keyin yana ketamiz uyga. Bu yerda brown sugar bubble tea bor. Fashion sirasi ham yaxshi. Xo'p, tallisizlar, large talli emas, size. Ice qanaqa sosin deyapti? Regular qilamiz. Keyin sugar bizaga zero bo'lsa mayli qani. Kremlarim tallisizlarda qo'shimcha qo'shadigan narsalari o'zi shart emas, o'zi yaxshi. Endi mana Mogutidan chiqdik. Uyga ketamiz. Xudo xolasa hozir men har doimgidek o'zimga shunaqasidan oldim, shakarsizidan. Sofiya bo'lsa pinkidan oldi. Qanaqasidan oldingsan? Rozoviy qulupnelisidan oldi. Endi uyga ketamiz. Ketdik. Ketamiz xudo xolasa. Borib bolalar maktabdan kelguncha ovqatlarimizni qilamiz endi. Keldik. Sofiya уже uxlab qolibdi kelguncha 20 minutlik yo'lda. O'shanga maza qilib uxlab qolibdi. Endi hozir uyga kiramiz. Havo juda ham issiq bo'lyapti hozir. Obedda ozgina issiq bo'ladi o'zi kechki payt, xudo xolasa. Zo'r havo bo'ladi kechki payt. Shunaqa qilib bizani bugungi kunimiz ham o'tdi. Bolalarni olib kelib oldim maktabdan, maza qilib cho'milishdi, o'ynashdi. Shunaqa qilib kunimiz maroqli o'tdi. Singing a song and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job